Salom do'stlar. Sizlarning telefonlaringda ham har xil reklamalar chiqib qolyaptimi? Hozir men sizlarga buni o'chirishni oson yo'lini o'rgataman. Birinchi, Nastroyka bo'limiga kiramiz. Nastroyka bo'limidan отпечатки данных litseyni tanlab, доступ к личным bo'limini tanlaymiz va MSA bo'limini o'chirib qo'yamiz. Mana o'chirildi. Keyingisi tema bo'limidan Nastroyka bo'limiga kiramiz va показать reklama va personal rekomendatsiya bo'limini o'chirib qo'yamiz. Keyingisi безопасность bo'limiga kiramiz va Nastroyka bo'limiga kirib получить rekomendatsiyani o'chirib qo'yamiz. Mana do'stlar, endi telefonlaringizda reklamalar chiqmaydi. Video yoqgan bo'lsa, obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying.